Tilaklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, mehribonlarim, azizlarim. Bizning sahifamizda ajoyib yangilik, xushxabarlarimiz bor. Bugun biz sizlarga eng go'zal, ta'sirli va unutilmas tabriklarni tayyorlashda sizga yordam beramiz. Shirin so'zlar sizga ham, menga ham juda xush yoqadi albatta. Lekin bunday chiroyli gaplarni aytishga uyaladiganlar, qalbidagi so'zlarini tashqariga chiqarishga xijolat bo'ladiganlar juda ham ko'p uchrab turadi. Aynan mana shunday insonlar uchun maxsus yaqinlarimga tabrik va she'rlar loyihasini ochdik. Kimda kim yaqinlariga ayta olmagan dil izhorlaringiz, tug'ilgan kun tabriklaringiz va tashakkurnomalaringiz, yaxshi ko'rishingizni onajoningizga, yaqinlaringizga bildirmoqchi bo'lsangiz va qaysidir yaqiningizni ko'ngillariga ozor berib, uzr so'rab yarashmoqchi bo'lsangiz, barcha qalbingizdagi so'zlaringizni eng ideal darajada, eng yaxshi mohir boshlovchingiz Kamina Madinaxon orqali o'z yaqinlaringizga yetkazishingiz mumkin. Bunda biz sizga ko'maklashamiz, azizlarim. Albatta, arzimas, kichik mana shunday sovg'a ham yaqinlaringizni ko'ngillarini juda ham xushnud qilishi mumkin. Va go'zal audio rolik va video roliklarimiz umrbodga siz uchun maxsus tayyorlanib beriladi va sizda bir umr qoladi. Mana shunday imkoniyatni qo'ldan boy bermagan holda bizning adminlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga albatta yordam beramiz. Yaqinlaringiz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Bizni sahifamizni kuzatishda davom eting.